Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, mehmon. Xush bo'ldik. Uydan chiqib 1 soatda qaytib kelgunimcha nimalar bo'lib ketdi-ya. Nima bo'ldi? Sizga tanbeh berganimni 20 milliondan oshiq odam ko'ribdi. Bir necha million erkak xotinidan norozi, xotinlar esa eridan xafa. To'g'risini ayting. Mendan xafamisiz? Yo'q, Allohga qasamki, sizdan xafa emasman. Aksincha, o'zimdan uyaldim. Siz uchun o'zimga oro bermay qo'ygan ekanman. Turmush qurganimizdan beri sizni urganmanmi? Yo'q, O'qimaysiz dedimmi? yo'q, siz o'qitdingiz. Ishlab pul topishga majburladimmi? Yo'q, o'zim xohlab ishga boraman. Biror marta oyligingizni so'raganmanmi? Yo'q, Men topib kelgan pul kimniki? oilamizniki. Qadriyatimizga to'g'ri keladigan biror bir qiziqishingizga to'sqinlik qilganmanmi? Yo'q, Kasal bo'lganingizda boring, onangiznikida davolanib keling dedimmi? yo'q-a. Sizni g'ururingiz bunga yo'l qo'ymaydi. Sizni biror marta sensiraganmanmi? Yo'q. Unda nega psixologi ham, blogeri ham, vayneri ham, lo'ttavozi ham, masxarabozi ham akkillab ko'rmoqchi bo'lishyapti? Ularning ko'pi alamzada, eri yo'q yoki eridan mehr ko'rmagan ayollar. Agar ayol kishi xohlasa, hamma narsaga ulguradi. Ular erlarning oldida nohaq bo'lsalar ham o'zlarini haq deb hisoblab g'alaba qozonmoqchi bo'lishadi. G'alaba qozonadi ham. Lekin ular baxtlimilar? Yo'q. Siz baxtlimisiz? Baxtliman. Baxtliman.